bir bor ekan. Qadim yangi zamonda Andijon degan tomonda bizdek ishqibozlar bor. Aslimda anaqa oq-qora qilib qoldirib qo'yinglar. Bo'ri bilan. Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Sizlar bilan mafiya o'yinida yana qaytadan ko'rishib turganimdan bag'oyatda va chin qalbdan xursandman. Sizlar bilan yana diydor g'animat ko'rishish bizga nasib qilgani uchun hammaga rahmat katta. Yaxshimizlar. Ichira yaxshi. Yaxshi olgan. Choraman. Hop. Yana bir-birimiz bilan tanishib olamiz chunki bugungi mafiya o'yinimizda yangi ishtirokchilar paydo bo'lgan, yangi ismlar va yangi ismlar. Hop. Birinchi ishtirokchimiz o'zingiz tanishtirsangiz. Benim ismim Şahkat. Shavkat. Voy, 15. Hop. İkinci ishtirokchimiz Vasila 7,5 karra. Hop. Ben Tursunboy boshlovchi Antomandan bir andalik masala Toshkentdan ham mehmonlarimiz bor. Balu, ayu bilmayman, balu anu bor. Eshitamiz. Salomat bo'ling. Arabistondagi Qabriston. Stanskiymi ismi? Qabristanskiy Go'ykovdan ishtirokchimiz. Ismi oddiy odammi? Oddiy Aholi. aholi. Aholi deb murojaat qilgan. Asha biylangan ko'cha supurgan aholimiz. Xo'p. Keyingi ishtirokchimiz menga e'tibor beradigan Na, devormi? Zo'r bola. zo'r o'yinni zo'r degan zo'r bo'lamiz. O'tib ketamiz. Ishtirokchilar Zo'r bola. Hammaga assalomu alaykum, ismim Muslima. Hali ya. hali ham muslima. Xo'p. Va faol boshidan boshlab Faol qariyalardan, faol qariyalardan qarib suymagan chog'lardan uyushmagan yoshlarni uyushtiruvchi JK. Oddiygina JK. Jo'jani kuzda sanaymiz degan. JKS ekanman. JK ukasi Dastur. Qamlashuvchilik hech qanday rol o'ynamadi. Hali jiyanim bor. Hali kim bor? Hammamiz shu yerdamiz, oilaviy yig'ilganmiz. Oilaviy mafiyozmiz dedik. Xo'p, shunday bo'lsa, O'zbekistonda birinchi oilaviy dasturxon. xo'p, qadrli ishtirokchilar, bugungi qahramonlarni tanishtirib o'taman. Bugungi o'yinimizda Uni tanishtirma, bo'ldi. Birinchi tunga hamma niqoblarni ko'tarib uyquga ketamiz. Sokin va qorong'u tunda bir-birini aniqlab va tanib olish uchun mafiyalar uyg'onamiz. Mafiyalar uyg'onishdi va ular alla sadolar ostida uyquga ketdi. Endi navbat sherifga. Qochish menisiga keldi. Uxlaymiz, rahmat. Kattakon sherif. Tinib tinchmas shifokorimiz, doktor uyg'onamiz. Rahmat katta, ishton yo'qdir. Xo'p, hammaga xayrli tong qadrli ishtirokchilar. Bu tunda hamma o'zligini tanib oldi va bir-birini Men aholiga qarshi ovoz beraman. Xo'p, Bu yo'l beshikka. shunday ekan. Endi navbat muhokamaga. Sizlarda muhokama qilish uchun 3 daqiqa, 3 daqiqadan so'ng biz ovoz berish jarayonini boshlaymiz. Men boshlayman. Xo'p, Chiqadi gumonim yo'lki men odamman, iltimos. JK yomon ko'rsa ham men ovoz Ya, beraman. bir narsa aytaymi, o'tgan safar mana meni deb yutdik. Bu safar ham meni deb yutamiz. Meni chiqarib olmasalar, men silam qiladi. Yo'q, vratli. Xo'p, muhokamani boshlaymiz. Hamma o'z fikrini va shubhalarini namoyon qiladi va oshkora bir-birini Hozir hech kim shubha yo'l bo'lsa kerak. Bir moment. Men gumonlar bo'lsa bajonadi. Bo'lsa bajonadi.
Bu taraftaki svet o'chib qoldi. Mosfet o'chib qoldi-yu. Svetga pul to'lamasangiz, xuddi shunday svetingiz ham o'chib qoladi. Ot menga o'xshab qoladi. Ya bu endi o'sh, hozir o'sh. 5 sekund. Ha, zarat, abobda o'ynab Men qolib qoraman. Klasida elimini sog'orida yo'ladi. Xo'p. Karta nomerlarini tagiga yozib qo'yamiz. Demak, hech kimda hech qanday shubhalar yo'q, fikrlar Menda yo'q. bor. Menda shubha bor. Xo'p. Biz 1, 2, 3, 4 ukaman men bilan 5 kishimiz mana shu qizga qarshi уже примерно ovoz berdik уже. Vaqti gaplarga oz Bunday qilib yozib ketganimda avvaliga yana Osset yaparsan men bunday o'tirib o'rashayman. bir shunda zo'r narsasi gapdan gapga yo'lashga boshladi. Уже men bir ikkinchi sanqib oldim. Xo'p. Lekin uni o'tasiz ikkinchisi aytib qo'ydim. Hamma bir-birini qora ro'yxatiga qo'shib qo'ydi. Shunday ekan, qora ro'yxat deganimga tun kelish ham tezlashib ketdi va bizda ikkinchi hamma o'qiydi, qadrli mafiyozlar va doktor ishtirokchilar o'qiymiz. Bu tunda shafqatsizlarcha, qurolini o'qlagancha mafiyalar ovga chiqmoqda. Mafiyalar uyg'onamiz va o'z o'ljamizni tanlab, uni beshafqatsizlarcha osib otib tashlaymiz. Rahmat kattakon, mafiya alla sadolar ostida uyqu yedi. Mafiyalar ortidan quvib tinmagan Sherif, qoch, Melisa kelyapti. Uyg'onamiz. Kimni tanlaymiz? Rahmat kattakon, Sherif ham mafiyadan allalar sadosi ostida uyquga ketadi. Va tinib tinchimas, shifokor doktor uyg'onamiz. Kimni davolaymiz? Rahmat kattakon doktor. Sizga ham xayrli tun, spokойной ночи, малыши. Hammaga xayrli tong. Qiynalib ketdim. Men endi sezyapman isfanliyada anaqasini-chi. Xo'p, bu tunda juda ham qiziqarli voqealar va hodisalar ro'y berdi. Kimdirlar otilmagan insonlarni davoladi. Kimdirlar oddiy aholini tekshirib va kimdirlar tekshirish jarayonida beshafqatsizlarcha otib tashladi. Va bu tunda birinchi kunimizda oddiy aholini qutqaruvchisi bo'lgan Sherif otib tashladi. Voy! Sherif. Voy! Uka mana qarang. Biz bitta komanda edik. Komanda edik. Men sizni chiqarishim mumkin emas edi. Men sizga ishonardim. Biz bu yoqqa qarshimiz. Oxirgi so'zni aytsa bo'ladimi? Biz bu yoqqa Yo'q, tunda o'tirganlar hech qachon oxirgi so'zini ayta olmaydi, lekin gumonini o'z ichiga ko'mib ketishi mumkin. Kattakon o'yin uchun Mashina ham gap berishmadi, uka. So'z bermagan hech kim. Menda уже birinchi уже shubha. nox chiqarishga tezroq yetishyapti. Uka men boshida aytganman, mashqa. Iltimos, Hamma rahmat, maskan kechib qo'ydim. Maskani bunniga. bemalol endi Nasibini keldik bu. Aytasiz, уже ikkinchi kunda bo'ldik. Уже qanaqa munosabat bundan oldin bir tun xayr-mayr. bu aziz ishtirokchilar Bu balani hali beri to'g'risi bilmayman. Himoya qilmoqchi emasman, mosh keyinchalik chiqaramiz. Hozir o'tirib tursin-da, mashq qilib Yusuf Azman. 3 daqiqalarda yo'l berishdan boshlaymiz. Men zo'r saqlanib qoldim ekan Sherif. Doktorlar bitta narsa aytib ketdi, hozir bola chiqadi. Maskani kiyishini olib, ne uni kimni ko'rib qolgandir, mana shu ati chiqaradi. Yo, o'zi sizga da podstava qilgan bo'lishi mumkin ustad. Yana bilmayman, lekin meni gumonim mashq qildi. Hozir bola meni aytib ketmoqchi. Kimni ko'rgandir. Sherifligini bildirib qo'yibdi. Faollashamiz. Mafiya. Mafiya. Men o'zim tishgan dog'ni spochkan berganda menga tomon akamga hech qanday pretenziya yo'q. O'shaning uchun brat men siz bilanman. Siz akizini tog'amda. Bitta osh yeganmiz, bitta tovoqda. O'shaning tovoqda tupurish yo'q akalar. Uzilmaysiz, xudo. Nima? O'tgan o'yinda adashmadingiz, qarang, adashmadik. Adashmadik. Doktor ayta olmaydi-da baribir. Yo'q, yo'q. Siz doktormisiz?
Men lekin eshitmadim anaqani. Bu qiz doktor, men doktor bo'lsa 100% eshitaman. Faqat doktorlar eshitaman. Просто joyga yomon ko'rsa chiqib ketish kerak degani emas. Men hech kimni yomon ko'rmayman. Hammani yaxshi ko'raman. Jon, hozir testini qo'yinglar meni. Qadrli ishtirokchilar, agar o'z fikringizni namoyon qilib qo'ygan bo'lsangiz, ovoz berish jarayonini boshlaymiz. Akamni o'zi shu menga. 3 daqiqa. Bitta gap. Kim? Men qiz. Xo'p, Mana shuni bu Ashaka Mashopov ekan. Masakan yo masop. Mashaka. xo'p, Rahimjon Narbiya deganlar. JK, Bedizmovuz? Yo'q. JK Mafiya deganlar. Yomon ko'rganlarni yomon ko'rmaymiz. Xo'p, Muslima Mafiya deganlar. Yo'q. Sudiyona Mafiya deganlar. Farq. 1, 2, 3 ta. Uzrlar. Nabijon Tayam yo'q Mafiya. qolib chiqman ketaveraman. Nabijon Mafiya, rahmat kelgan. Nabijon Mafiya deganlar. Gapirma degan. Hozir bo'lsam Kimga? ustiga to'palak. Nabijon 1. Bo'ldi уже. Kimga ovoz berasiz? To'pda. Xo'p, 4 ta. Siz kimga ovoz berasiz? O'zingiz qolmadingiz? Shohruh. Shohruh 1. Xo'p, shunday ekan. Hamma shohruh chiqarolmaydi masalan. Nimaga? YouTube o'chib qoladi shu yerda. Bahslar va munozaralardan so'ng ovoz berish jarayonida O'zini oqlasa. Yo, o'zini oqlasin, o'zini Ha, oqlasin. o'z oqlang osana. Voy, omadlik. Sudyonaga Ishontirib yuboring mana shu yerda. 5 ta ovoz berildi va 5 ta. Sudyonada O'zini oqlasin. so'nggi so'z o'zini oqlash uchun ovozlar qaytarib olinsa, tirik qolish ehtimoli. Davay, og'zimizni qaytarib olamiz, Har ishontirsangiz. doim ham yosh katta odam degan to'g'ri gapiradigan emas. Lekin To'g'ri. akamni gapiradi. To'g'ri, o'tgan safar yutding. O'tgan safar ham birinchi bo'lib meni chiqarib yubordilar. Men odam edim. Просто JK yoqmaganim uchun meni chiqarib yuboradi. Hech qanaqa lichna неприязнь yo'q bu yerda. To'g'ri. Men birinchi marta. Просто shunaqa qilyapsiz. Menga emas, ularga tekshirdi. Chiqarib Men boshlovchiman, oddiygina soddagina. Sen ham Ularni ishontiring meni emas. Boshqatdan uni go'l berdi. Ishondingmi rostdan? Balki ishongandirmiz. Ishonmadim. Qarang boshqatdan. Ovoz ishtirokchilar. Sudyonaga ovozimizni qaytarib olamizmi yoki yo'qmi? Yo'q. Akamni o'zi shu. Xo'p, hech kim ovozini qaytarib olmaydi, to'g'rimi? Afsus va nadomatlar bo'lsinki, ko'zda yosh bilan Sudyona o'yinni tark etadi va Sudyona Voy. oddiy mirni zeytida. Oddiy Voy, yomon bo'pti-da, voy. oddiy ahvol. Hozir yomon ketyapti. Shrift ketdi, bitta raqam ketdi. Yig'lamaymiz, ko'zda yoshlarni oqizmaymiz. Bu o'yinda hamma narsa bo'ladi. Shaxsiy bu yerda hech qanday adovat yoki boshqa narsa. Hech qanaqa shaxsiy adovat yo'q. O'yin jarayonida har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Sizga ishtirokingiz uchun rahmat. Odamlar shunaqa yomonlar. O'zbekmiz. Uka 15 sutka raqib ketamiz uka. Stop. Kimlar? Gapiring. Shoki bo'y gapni aytirib, ko'plar nima endi? Endi. Bo'ldi. Turda asalaram. Uy, Sizga gazetchilar nima? Gazetchilar. Chiqaramiz. Mashg'ulot chiqaramiz. Hozir men otalaman keyingi o'yinda. Keyingi otamayman. Keyingi o'yinsiz otaman. 100%. Ertaga mashg'ulot. Bo'ldi, qara, menga ovoz beramiz. Men mafiya bo'lmasam, Yo'q, bundan chiqib bo'lmaysiz. Men kerak akam. Qadrli ishtirokchilar, lekin mana meni anaqam kartam ustiga mafiya deb qo'yibdi aytib. fikringlar va aytayotgan gapinglar asosli va asossiz bo'lishi mumkin. Shunday ekan, biz keyingi turni boshladik. Hammaga Hozir bo'ldimi? Voy, men otchadi, Hammaga xayrli kun, qadrli ishtirokchilar. Hamma uxlaydi, hamma maskalarni, niqoblarni taqamiz va chuqur uyquga ketamiz. Hamma chuqur uyqudaligida mafiyalar yana o'zini o'sha iflos ishlarini boshlaydi. Va o'z o'ljasini tanlaydi. Rahmat kattakon. Mafiyalarga xayrli kun va doktor uyg'onamiz. Kimni davolaymiz? Rahmat kattakon doktor.
Hammaga xayrli tong. Men alqishadi hozir. Bu tunda mafiyalar o'z o'ljasini tanladi, lekin u o'lja o'lmay tirik qolib ketdi, chunki uni doktor davoladi. O'lja kim edi? Doktor urus ekan, soображать qilayotgandir. Men otdimmi? O'lja Uka, O'ljamidi? uka, Voy aytish mumkinmi? tushundingiz-a? O'lja. Tushundingiz-a? Aka-uka hech qachon bir-biridan aqllanmaydi. Aka bitta qol. To'xtang. Qonga qon jonga jon. Xudo yaxshimi? Специально aytmayman dedingiz o'z boshida. Yo, to'xtab tur hozir. Получается, Получается, я буду. да. To'xtanglar, hozir. Hop. Получается, ты мафия. Ты мафия. Bo'sh bo'y. Hammamiz chiqib o'tishdik. Qanday ishtirokchilar eshitamiz? Sizlarda ovoz berish jarayoniga doir yana 3 daqiqa vaqt, 3 daqiqa vaqt muhokama va mulohaza uchun vaqt ketdi. Tekin yoqmayapti. Aka menga aytdi. To'xtanglar, hozir mana. Shoru. Men adashdim, JK'dan adashdim. Sraz o'zgardim deydi, sraz o'zgardim deydi. Endi Tushib qoldik. aytmayman deydi. Aytmayman o'rja dedi. Endi tursun aka ancha-muncha ko'ngli toza bo'lgani uchun. Ko'ngli to'g'ri. Bilasan, agar bu o'rja bo'lgan bo'lsa, agar bu JK davolagan bo'lsa, ikkala tomon neni fikri? Hop. Men gapiray. Bosh. Hop. Men gapiray. Boshda aytdi-yu, podstava qildi ответdan turib, balki o'zini специально shunaqa deb turib o'zini oqlayotgandir. Вот. Men mana shu uchun ikkita deyapman. Birinchi Zuhridni chiqaraylik. Zuhridan ikkinchi menejер bilan mafiya yutadi. Bu yoqqa. Men что-то Shoru слишком bo'lib ketdi, defensiv bo'lib ketdi. Doktorlar, doktor, mana siz gapiryapsiz. Shoruning 2 marta gapirib keldi, bittanisi mana ikkinchisi ham. Bo'ldi, sog'in U Shoruning gapida kim bo'lmaydi, logika yo'q. Mantiqan. Men kechirim so'radim dedim, xatonim dedim. Akalar, Rasuljon, seni otishdi. Seni davoladi. Ya bu yoq anlagan bo'lishi ham mumkin. Qanadan bilamiz bu yoqda. Po faktu, musulmon seni otmaydi-da, hozir. Po faktu o'ylab qarang. Meni deyapsizmi? Yo'q. Biz uchalamiz bitta komandamiz, bir-birimizni otmagan bo'lardik. Sen cho'tta qara. Yo'q, hozirday qilding. Undan oldingi o'yin debdi JK deding. Keyin buni otgandan keyin ha bo'ldi, yo'q, JK. Agar men mafiya bo'lganda-chi, men двойная игра qilib turib shu bolani otgan bo'lardim. Misol. Ukasini otyapti. Yo'q, agar mafiya bo'lganimizda, mafiya bo'lganimizda. Yurakim Hozir cho'qib. mafiya bahsimiz Yo'q, yuzalashyapti. Unaqa emas, unaqa emas. Cho'q bor fikr. chiqaraylik. Cho'tta sen yoqmayapsan. Ta'sirni chiqarib, bo'ldi, Ta'sir. To'xtanglar, sen yo'q. Mafiya menejerligi biladi. Hozir Mana shu sevishdi, 2 karra 2,5 chempion. Faqat Shoru Qanaqa bo'ldi, sog'in. insonlar adashamiz. Hop, rahmatga Manipulyatsiya ishonishlar. manipulyatsiya siz qilyapsiz. Sen manipulyatsiya qilyapsan. Menejер manipulyatsiya qilmaydi. Menejer manipulyatsiya Vaqt tugadi. Va ovoz berish jarayoni boshlaydi. Menejerni manipulyatsiya qilmaydi. Bo'ldi, demak. Agar bu yoqda Manipulyatsiya yo'q, yo'q. Bo'ldi. Agar bu yoq bo'lmasa deb. Men kim otsam ham bo'ladi. Siz bilan bu bolani mafiya otsam otmagan bo'lardim. Qo'shni otganmi lekin. Ovoz berish jarayoni. Vaqt tugadi, bir-birini hurmat qilamiz. Hop, Namijon mafiya degan o'g'limiz ko'taramiz. Yo'q, Nima mafiya degan o'g'limiz ko'taramiz. Yo'q. Vasila mafiya degan o'g'limiz ko'taramiz. Siz bo'lishi mumkin, lekin пока что bilmayman. Agar Agar JK mafiya deganda bo'lmasa JK mafiya degan o'g'limiz ko'taramiz. Hop, Shohru mafiya degan o'g'limiz. Hop, Shohru mafiya degan o'g'limiz ko'taramiz. 1, 2, 3, 4. 4 ovoz. Hozir men bitta xatoyim o'zimga hayotimga tugashi mumkin. Bitta mavzu ko'zda ochaylik. Mafiya, Zuhradan. Yo'qda sen anaqaligini bilmaymiz, nima oxir gapingni gapiryapsan, kimligini bilmaymiz. Jetilman, yerni jetilman. To'xta, bu gapiraylik. Men yerni jetilman. Hozir Zuhradan chiqarib olmasak, o'yin tugaydi, 3 ta mafiya bor. Men yerni jetilman. Hozir o'yin tugaydi. Zuhradan musulmon ko'zingizni ochinglar. O'yin tugaydi. Zuhridimiz. Tushunmadim, juda men mafiyaman. Zuhradan mafiya deb. Zuhradan deyapman. Bo'ldi gap. Nimaga bo'ldi gap yo'q. O'yindan oldin ham boshlaganman men sizdan Biz kelishdik. Ikkinchi o'yinda oldin. Bo'ldi.
Sen orasını bu olmak olursa bu olur. Nasıl olay böyle yaptın? Ay yo, Shohrux chiqaramiz. Shohrux uka manipulyatsiya kuchli bo'lyapti. Manipulyatsiya kuchli bo'lyapti. Adashasiz. JK, jitil. Hozir bular ishonyapti. Zo'rdan chiqaraylik. Mafiya 100% mafiya. Bular sen ishontirib olarsan, lekin men ishonmayman. Imенно ishonyapti. Komandasi gapiryapti. Shaxsiy gap deyapman. Men raqib Zuhriddinga Qayerga ishonchilar? Может, keyingi o'yinda Doktor. lekin Shohrga oldi. Bitta gapirib. Hop, bitta gapini so'nggi so'z. Undan keyin Men eshitdim manipulyatsiya qilmay deb turib o'zi manipulyatsiya qilyapti. rahmat aka. Ovozlar qaytarib olinadimi Shohrda yoki yo'qmi? Yo'q. To'rtta. Kim? Boshqa ovoz beringlar. 1, 2, 3, 4. 4 ovoz. 5. Bilan 5. O'yin tugadi. Hop, Shohru hech kim Agar Shohrux anaqa bo'lmasa, mafiya bo'lmasa, Zuhriddin bo'ladi. 100%. Zuhriddin bo'ladi. Lekin bitta mafiya Yakka veriyor olur. Shunaqangi uzoq muhokamalardan so'ng Zuhriddin bo'ladi keyingi sagar. birlashgan jamoa tuzilgan holatda ular yana bir oddiy aholini Voy. o'yindan chiqarib yubordi. Men nima dedim? Hammaga rahmat tomosha uchun. YouTube kanal o'chdi. Yo'q, hazillashdim. Yuzta juda o'ynar. Bir tarafga qo'shilib, men o'tgan o'yinga qilsa, O'yin tugadimi? Yo'q. Yana bir tur va bitta ovoz berish jarayoni bo'ladi. Va o'shanda ham agar mafiyani chiqarib yubora olmasangiz, mafiyalar g'alaba qozonadi. Endi bir tunu bir ovoz berish jarayoni. Hammaga xayrli tun, qadrli ishtirokchilar. Bu tun juda ham qizg'in bo'ladi, chunki mafiyalar hech kim odamlardagi mafiyalar otadi, doktor esa davolash ehtimolligi. Rahmatga ushlaymiz va sokin tun ostida qorong'u tun paytida mafiyalar asta-sekinlik bilan uyg'onishadi va o'z rahmat katapon, qadrli mafiyozlar va doktor uyg'onadi, kimnidir davolaydi. Rahmat katapon. Hammaga xayrli tong, qadrli ishtirokchilar. Bu tun juda qizg'in bo'ldi va bu tunda doktorga Nobel mukofotini bersa arziydi. Chunki mafiyalar tanlagan insonni doktor yana ikkinchi tunda ham davolay oldi. men doktorman desam ishonasizlarmi? İşaramam. Aka ne sizga ishonmasam kim olur? O'yin davom etadi va sizlarda yana muhokama va mulohaza uchun 3 daqiqa vaqt. Kim otildi? Musliman ochdi. Doktor kurtardı. Qani şeyde. Doktor. Bo'ldi. Men emasman, bu yoq emas. Ikkinchi marta bo'lyapti. Tushunasizlarmi? Bitta muomalani chiqarib yubordi. Bu yerda vera bor. Bu yerda vera bor. Sizga kim yoqmayapti? Yo'q, aytinglar men cho'ta hozir boshqa o'ylanib qoldim hozir. Sizga kim yoqmayapti? Men to'g'risi men bu qiz biz Zuhriddin bilan bu qiz deb turib, Qani? cho'ta Ne? hozir bu qiz ham mafiya bo'lmay chiqdi. Qani? Mafiya bir bilan olmaydi-yu, men o'ldirish to'g'rimi? Bitirib keyin. Ikkovimiz emasmi? Menimiz aytamiz, sen menimiz endi. Vaqtimiz yo'q. Ana uch o'tiribdi yonimizda. Men boshda sizni o'ldirgan ishonmadim, endi bosh ishlayapman. Yomon adashtiryapti omachi. Hozirchi mana uch go'piravda o'tirishibdi. Kimlar? Ikkovimiz birniymiz hozir. Hozir bu bola gapirib meni chiqarib yuborasiz-ku. Deyman. Yo'q, hozir Agar men boshqa tushunmay qoldim. agar siz mana bu yukizib ketasizlar. Hozir men tushundim, yukizasizlar. Meni ishga chiqib ketadi. Eshitaylik, cho'ta nima Aka, ishlayapsiz? siz deb o'ylayapman. Yerda eshitishni qolgan. Undan Shohrux deb o'tiribsiz. Yo'q, Shohrux. Shohrux aytib ketdi, что mal bog'ladi, qani. Akani shu bilan ushlaylik. Hozir agar bu bola bo'lganda, Muslimani o'ldirmagan bo'lardi. 3 ta zetil qoldi shunda. Nimaga? Nimaga qoldi? Ikkita oddiy aholi, bitta doktor, ya'ni shifokor va Hozir bu bola bo'lganda siz agar o'ldirmagan ovoz bo'lardi. berish jarayonida hech bo'lmasa bitta mafiyani chiqarib yubormasangiz, mafiyalar g'alaba qozonadi. Men brat, men aytyapman. Seryozni. Siz eshitib turing, qaysi muomalani chiqardi, to'g'rimi? Nega passava tushdi? Bu bola Shohrux gapir. Endi muslimalar bilan tanishganimda muslimalar chiqardi. Balki siz
Men o'ldirdinglar, qanaqa qilmayman. Muhobani chiqardik. Yo'q, bu bizdan bo'lmadi. Shohrux aytdi, biz larni deb chiqardik. Endi Shohrux dedim buyurdi. Hozir Shohrux o'ldi-yu, sizga berib ketdi dedim mana. Hamma siz yo'qlayapti. Ha, bu shohru gapga kirasizlar. Hozir pushkani Zuhriddinga qo'yapti. Nimaga? Chunki muslimani chiqarib jicha anaqa qildi-da menimchalik. Men hozir tushunmay qoldim hozir. Rostdan ham zaputis qilmoqchimi yoki Hozir qarangda. Shu Zuhriddin otib qo'ydimi hozir anaqani? Muslima men tushunmayapman. Men ham Muslima opa sayb bo'ldi-da, biz qolishdi. Biz mirniymiz. Biz o'zi Shomar aka, bu mafiyasi. Oppanam o'tirishibdi. Yo'q, u mayli. Men demoqchi bo'lganim qarayman. Что-то она тоже подождите. Bu agar men mayli qo'yganda bu bolani o'ldirib turgan sizga ikkinchi Voy, mana mana shu narsani o'ylayapman. Qilgan bo'lamidi, qilmagan bo'lamidi? Manipulyatsiya qilish uchun qilardi. Lekin o'tgan o'yinda o'zi aytib qo'ydi-da, men qilgan bo'lardim dedi. Bu o'yin qilmaydi. Xo'p, qadrli ishtirokchilar, eshitamiz. Sizlarga ajratilgan muhokama uchun ajratilgan 3 daqiqa vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qoningiz qaynayotganini sezib turibman. Ko'zingizdan olovlar chaqnab turibdi va mafiyani aniqlashga tayyorsiz. Men juda bilolmayapman hozir. Jarayonini ochiq deb e'lon qilaman va Xo'p, qo'shimcha 1 daqiqa muhokama uchun vaqt ketdi. Undan oldin bu yoqqa ovoz bermaysiz siz. Menimcha muhofiz mafiya jim o'tiribdi boydan beri. Bu yoq olmasa bu yoq bo'lsin. Brad, qaraymiz, team o'ta zo'r komanda bo'lib qoldi. Tushunamiz qarang. Oppanam o'tirishib deyapman sizga. Men akamni ishonamanmi? Bitta oshaganmiz-ku, bitta o'g'ilda, to'g'rimi? Siz ishlamadi. Sizga hammaga omma yo'qni bildim. Sizga ham otishsiz, uchamiz qolyapmiz. Uchamiz. Hozir ko'proq podozreniya menga tushyapti. Birinchi olma bola. Birinchi olma bola. Men faqat gapirib beray. Ikkita mirni jitil bor ekan, bitta doktor, ham 3 ta mafiya qolibdi, to'g'rimi? Ikkita mirni bo'ldi. Boshlanib deb Ilish Mobrat, Ilish, doktor Ilish mafiya, Ilish sizlar bo'lyapsiz, tushunayapsiz? Biz ikkovimiz emasmiz. Hozir yuboylar chiqib olsa ham biz vashsha pobeda. Balki men doktorman, balki boshqasi doktor. Bu yo'lga fikringiz qanaqa? Believe ko'ring menga mashg'ulotlarni chiqaraylik, keling. Xo'p, qadrli ishtirokchilar, siz so'ragan qo'shimcha 1 daqiqa Siz vaqt doktormisiz? Men tugadi bilmayman. va ovoz berish jarayonini boshlaymiz. Mashg'ulot beryapmiz. Shani sizlar o'qimagan bo'lar. Men ashunga o'ylayapman. Men hali ashunga o'ylayapman. Muslimani otgan bo'lami? Xo'p, jarayoni. Doktorlar bitta Rasuljon mafiya deganlar. Bozor beradi. Rasuljon mafiya deganlar. Yo'q, JK mafiya bitta. Muslima mafiya deganlar. Yo'q. Vasila mafiya deganlar. Vasila mafiya deganlar. Vasilisa. Vasila. Men ham Vasila beraman chunki men Vasilaga 3 ta. maska solayotganda eshitib qoldim. Vasilaga 3 ta. Zuhriddin mafiya deganlar. Masila bo'lmasa men seriyozman chiqarib olmasam. Hop, Vasilaga. Vasila o'zi uzoqlash uchun so'nggi so'z. Men o'zimga o'zim ovoz beraman. Vasila chuqur muhokama va mulohazalardan so'ng bir-biri bilan kelishgan holatda ovoz berish jarayonida bular ayyorlik bilan yana bir otiy ahvolga tariqa videomiz ham nihoyatga yetdi. JKD komandasi ajoyib performans, ajoyib o'yin. Nima ham deymiz? Like, podpiska esdan chiqmasin.